أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey Allahqa və axirət günüge iman etqanlar, bergen sadiqanlarni minnet qilish və əziyyət yetküzüş bilen bekar qilib etmanglar. Bundaq qilish pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allahqa və axirət günüge ishonmaydigan kishiga o'xshab qolganlikdir. Bundaq adam xuddi üstiga to'pichang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin bu to'pichang yuyilib, burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Kishilarga ko'rsatish uchun amal qilguvchilarning amallari Allohning dargohida ana shundoq yo'q bo'lib ketadi. Ular qilgan sadiqalari uchun oxiratda savobdan hech qanday nasibiga erisha olmaydi. Allah kafirlarni mayli pul mol sarf qilishda bo'lsin yoki boshqa ishlarda bo'lsin to'g'ri ish qilishga muvaffaq qilmaydi.